Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda juda ham ko'p muammoga bo'layotgan dolzarb muammolardan biri YouTube kanallarimizning monetizatsiyasi o'chib qolmoqda. Bu narsa nimadan bo'lyapti, o'zi qanaqa bo'lyapti, hammasini bugun batafsil gaplashib o'tamiz va qanday qilib apellyatsiya topshirish haqida ham ozroq ma'lumot beraman, hamda video apellyatsiya, yozma apellyatsiya, hamda buni yana bitta zo'r fishkasini o'rgatib qo'yaman. Bugungi videoda albatta siz juda ham ko'p foydali ma'lumotga ega bo'lasiz. Shuning uchun kommentariyada o'z fikringizni video oxirida qoldirib keting. Unda biz boshladik do'stlar. Aytgancha do'stlar, bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, qayerdan obuna bo'lamiz deganlar uchun bizning YouTube kanalimizning bio qismidagi link orqali. Xo'p do'stlar, juda ham ko'pchilikda bo'layotgan holat albatta content original emas yoki emasligi tasdiqlangan, unaqa bunaqa недостаточный. Shunga uchun juda ham ko'p muammolar bo'lyapti. Bugun videoda sizlar bilan mana shu muammolarni tuzatish va o'z aslida nimaga bunaqa muammolar hozirgi vaqtda paydo bo'lib qolganligi haqida to'liq gaplashamiz. Do'stlar, o'zi bunaqa muammolar 2025-yilning 25-iyulida boshlangan. Ya'ni YouTube'ni o'sha aynan mana shu monetizatsiyagacha bo'lgan cheklovlarni va shunga bo'yicha qoidalarni anchagina o'zgardi. Zo'r o'zgarmadi-yu, o'ziga yarasha o'zgartirishlar kiritildi va hozirgi kunga kelib ham albatta o'zgartirishlar kiritilayotgan bo'lishi mumkin va ushbu o'zgartirishlarda aynan mana shunaqa seri content qiluvchilar. Meni seri content qiluvchilar qanaqa? Telescope, Spinning Wheel, Telescope Exe, Edmund Rush, Wrong Air ya shunga o'xshash yo'nalishlar kiradi. Ya'ni seri content. Bu seri content o'zi tarjimasi to'g'risini aytsam bu qizil zona. Ya'ni kanal monetizatsiyaga ulanishi noaniq joyda. Ya'ni aniq ulanadi yoki yo'q, bu noaniq. Va aynan mana shu seri content qiluvchilar aynan ko'proq mana shunaqa monetizatsiya o'chib qolishiga duch kelishadi. Bu narsa bo'lib turadi. Albatta seri qiluvchilar albatta bu narsaga duch kelishgan ham. Va hozirda aynan mana shu narsaga tushish juda ham ko'payib ketgan protsent, ya'ni tushish ehtimoli balandlashib ketgan. Va tushib agar qolsangiz ham juda yomon. Xo'p, ana endi do'stlar biz apellyatsiya haqida gapiramiz. Apellyatsiya jarayoni. Xo'p, video apellyatsiya bu juda ham ko'p bor, ya'ni video apellyatsiya topshirish va yozma apellyatsiya topshirish haqida keladi. Xo'p, kelinglar yozma apellyatsiyadan birinchi gaplashamiz. Yozma apellyatsiya qanaqa bo'ladi? Ya'ni birinchi variant bo'lib keladi do'stlar. Birinchi variant bo'ladi, yozma apellyatsiya bo'lib keladi. Ustiga bosasiz apellyatsiya topshirish degan joyga, u yerda esa sizga widget oynasi ochiladi deydi. Bu ya'ni Chrome'imizda burchakda mana bu qismida paydo bo'ladi. Ammo u yerda qizil so'z chiqib qoladi, ya'ni biz hozir qo'llab-quvvatlamayapmiz yoki widgetda qanaqadir muammo bor degan so'zlar chiqib qolishi mumkin. Buni yo'lini qilish juda oson, ya'ni Opera orqali. Opera degan bizada bilasizlar brauzeri bor, bilasizlar, ko'pchilik biladi. Opera degan brauzerni kompyuterimizga instalovka qilib olamiz. Telefonda aynan bilmadim qanaqa qilib, aynan birinchi variantda to'g'ri o'tishdi. Aynan o'sha yerda siz o'zingizni o'sha video yozma apellyatsiya topshirishda widget uchun, widget oynasi deydi uni, widget oynasini ochib olish uchun albatta o'sha Operani skachat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi esa bizada juda ham ko'p bo'lgan video apellyatsiya. Video apellyatsiya bu video shaklida biz YouTube'ga apellyatsiya topshiramiz. Xo'p, qanaqa bo'ladi o'zi asli? Video apellyatsiya bu siz YouTube bergan ayblovlarga, ya'ni sizning YouTube ichida kanalingizda, misol uchun content original emas, mana bu rasmlardagidek tushgan bo'lsa va video apellyatsiya bo'limi ochiq bo'ladigan bo'lsa, nima qilasiz? Ayni ayblovlarga qarshi guvohlik beruvchi video tayyorlaysiz. Ya'ni bunaqa narsa qilmaganman yoki aynan aniq qilmagan bo'lsangiz, qilmaganman deb video apellyatsiya topshirasiz. Bunda montaj jarayonini ko'rsatishingiz mumkin. Shunga o'xshash bir nechta materiallarni ko'rsatib, albatta spot video qilishingiz kerak bo'ladi va YouTube'ga o'sha zaявка beradigan joyiga, ya'ni tashlaydigan joyiga tashlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana shunaqa ikkita bo'limga bo'linadi va yozma va video apellyatsiya bor. Asosan yozma apellyatsiyada baglar bo'lib turadi, ya'ni xatoliklar, kamchiliklar bor. Video apellyatsiyada esa juda oddiy, shu video tayyorlaysiz apellyatsiya va uni yuborasiz. Xo'p, yana bitta zo'r fishkasi haqida gaplashamiz bugun. Juda ham katta kanallar aynan mana shu narsani qilishyapti. Ya'ni YouTube mening monetizatsiyamni o'chirib qo'ydi, ammo men o'z aslida haqiqatan ham video content qilardim. Hech qanday ko'chirmaganman va bu mening original contentim deb YouTube'ga ochiqcha videolar qilishyapti. Bu narsa juda ham katta kanallarda kuzatyapman. Aynan animatsiya qiluvchilarda ham monetizatsiya o'chib qolyapti do'stlar. Bu bitta biz emas, juda ham seri qiluvchilardan tashqari mana shunaqa ofitsial video ishlovchilar ham, ya'ni belo content qiluvchilar ham muammoga duch kelishyapti. Bu narsa bitta bizda bo'layotgani yo'q. Va aynan o'shalar mana shunaqa ochiqcha kontentlar tayyorlashgan va ularni YouTube'ga yuklashyapti va YouTube ularning kanallarini qaytadan monetizatsiyaga olib chiqyapti. Mana ko'rishinglar mumkin do'stlar, biz bitta
Okamizning kanallari bor ekan, bu amerikalik bo'lsa kerak. Adashmasam uning kanallari monetizatsiyasi o'chib qolgan Minecraft yo'nalishida. Aynan o'sha kanaliga qaytadan monetizatsiyaga appelyatsiya topshirish kerak bo'lgan, menimcha o'tmagan, chunki mana bu videoda tushuntirib bergan. Ya'ni birinchi, ya'ni tekstli appelyatsiya kelgan, unga tashagan lekin o'tmagan. Undan keyin esa u videoni ochiq holatda aynan u isbotlab bergan. Men haqiqatan ham o'zim qilaman deb isbotlab bergan va YouTube uni monetizatsiyasini qaytarib bergan do'stlar. Juda ham mayda yozib qo'yibdi. Thank you YouTube. Meni YouTube'ga. Xo'p, bunaqa video olishda asosiy qilinadigan ishlardan biri YouTube'ni ofitsialniy YouTube'ini, ya'ni kanali bor. YouTube'ning ichida o'zining YouTube'dan ofitsialniy kanali bor. Aynan o'sha kanalda atmetga qilib ketishingiz kerak bo'ladi. Video opsiyanida ham ozgina ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Iltimos kanalni qaytarib ber, bu qilishingiz kerak bo'ladi. Albatta, xudo xolasa buni ham yana bir video qilaman, xudo xolasa. Xo'p, ana shunaqa qilib, aynan mana shu holatlarda siz o'zingizning video ochiq holatda ham o'zingizning kanalingizning monetizatsiyasini qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi va bu hozirgi kunda juda ham asosda trend bo'lyapti. Juda ko'p kanallar ushbu ishni qilishib, qaytarib olishyapti, ya'ni video kanaldagi monetizatsiyani, ya'ni partnyorlikni qaytarib olishyapti do'stlar. Xo'p, bugungi video roligimiz shundan iborat. Aynan appelyatsiya haqida gaplashib o'tdik va YouTube kanalimizda mana shunday holatlar bo'lishi aniq bo'ladi, chunki juda ko'p kanallarda bo'lishyapti. 100% olsak 80-70%ligida bo'lishyapti. Shuning uchun ham aynan seri kontent qiluvchilar nimalarga ahamiyat berishimiz kerak desanglar, birinchida shablonli variantlardan salgina voz kechishni maqsad beraman. Aynan mana shu orqali ular topishyapti. Kanalingizning videolarini iltimos qilib qolaman, green screenlardan to'g'ri foydalanishda.